oldin? Nasib olsam, haq bermaysan? To'g'ri, nasga haq berganini uyaring, o'z mashina bitta zevchga olib berganingiz. Birodar, haqingizdan mazza qilaman-da. Xohlasang senga o'rgatishim mumkin. Qanday o'rgatingchi? Tez turdan akani Qaraqurtni chaqirib keldi. Lazbomdimi? Ha, Uni nima qilasiz? ertaga qazoqqa ketyapti ishga. Ketishdan oldin bir haqini yeb qo'yaylik, bidarasi shashib-pashib qilib. To'g'ri, o'zi pul yo'qligi uchun ishga ketyapti. Uni ustiga belgi ham qarzga olgan. Tur, shashib yengilyaptimi? Ha? Bor chaqir, tishim bor. Allohu amin. Sen ham yaxshi ishlab kel. Ishda kelganingga ham haq berish nasib qilsin. Amin, Allohu akbar. Jen, tog'ing daqiqa narsani tashlab, meni pulim yo'q, nima qilamiz bu yoqni? Siz pulni o'ylamay o'zim duman tikka qilaman. Ofisant, Labay aka nima berasizlar? do'stim, qanaqa shashliklaringiz bor? Onasi inson xomku degani bilan bo'lekanku dalboyev degan shashliklarimiz bor. Uchta-uchtadan bering, bir mazza qiling bugun. Bu nasıl yapıyorsun? Xomku bu? Ha, bundan deydi. Ha, ana, bular qanday dalboyev? Shashliga haqiqatan nomiga mos ekanligida. Menga bo'lekanku dalboyev degan vaqt o'ng. Bir gece aşık oldum Seher şağıya geze geze Nasıl falan lütfen. Seher şağıya geze geze Sıkıp düştü boylarına Telefonimni olib keldi. Telefon sizda emas? Telefoningizchi, moshinada qo'ying. Alo, assalomu alaykum. Kim bu? Telefon zalogga tashalgan. Nech pul shu? 500 ming. Maqsadim ne edi, muradim nima? Boshqa bo'lib chiqdi men mingan kema.